So'nggi vaqtlarda yashil va muqobil energiya, quyosh panellari kabi tushunchalarga tez-tez duch kelmoqdamiz. Bu bejiz emas albatta. Sababi muqobil energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj hozirda butun dunyoda dolzarb hisoblanmoqda. Buni mazkur sohadagi izlanishlar va olib borilayotgan tadqiqotlardan ham bilish qiyin emas. Qolaversa, ko'mir, tabiiy gaz va neft kabi tabiiy boyliklar hisobiga olinadigan elektr energiya katta mehnat hamda mablag'ni talab etish bilan birga ularning kamayib borishiga ham sabab bo'layotgani ayni haqiqat. Shu boisdan mamlakatimizda ham mazkur sohaga bo'lgan e'tibor kundan kunga kuchaytirilmoqda. Garchi respublikamizda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va sohani rivojlantirish qisqa davrga ega bo'lsa-da, ammo shu vaqt ichida salmoqli natijalarga erishildi. Eng asosiysi ekologik jihatdan sof usulda elektr energiya olish nafaqat xonadonlarga, ko'plab korxona va tashkilotlarga, balki endilikda oliy ta'lim muassasalariga ham keng tatbiq etilmoqda. Buni O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida ham elektr energiya samaradorligini oshirish hamda quyosh panellaridan foydalanish bo'yicha amalga oshirilgan tizimli ishlar misolida ko'rishimiz mumkin. Dastlab universitetda quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha aniq ko'rsatkichlarni o'zida aks etgan dastur qabul qilindi. Unga ko'ra, joriy yilning may-avgust oylarida universitetning 8 ta obyekti, ya'ni 3 ta o'quv, 1 ta ma'muriyat binolari va 3 ta talabalar turar joyi hamda qishki sport turlari bo'yicha simulyatsiya markazi tom qismi, ya'ni 6450 metr kvadrat maydonga jami quvvati 660 kWh hajmdagi quyosh panellari o'rnatish jarayonlari to'liq yakunlandi. Ushbu maqsadlar uchun universitetning budjetdan tashqari mablag'lari hamda boshqa manbalar hisobidan jami 6 milliard 419 million 500 ming so'm mablag' sarflandi. Bugungi kunda universitetda o'rnatilgan quyosh elektr stansiyalarida o'rta hisobda 3800 ming kWh hajmida elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda. Natijada elektr energiya sarfi yuqori miqdorda tejalib, bunga bo'lgan talab bosqichma-bosqich 100% miqdorda qoplanishga erishish ko'zlangan. Bu ham hali hammasi emas. O'rnatilgan quyosh elektr stansiyalarida ishlab chiqarilayotgan va ehtiyojdan ortib qolgan elektr energiyasini Chirchiq shahar hududiy elektr tarmoqlariga sotish ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu esa qo'shimcha daromad demakdir. Bundan tashqari, universitetning yopiq suzish havzasi tom qismiga 16 ta, 3 insonli talabalar turar joy tom qismiga esa 20 ta har bir hajmi 200 litr bo'lgan quyosh isitish kollektorlarining ham o'rnatilishi bevosita elektr energiya va issiq suv ta'minotining yuqori darajada bo'lishiga imkon yaratdi. Ushbu isitish kollektorlariga esa budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan 269 million 400 ming so'm ajratildi. Shuningdek, 100 ta 150 watt hamda 100 ta 300 wattlik tashqi chiroqlar va 306 dona sensor datchiklar ham o'rnatildi. Bir so'z bilan aytganda, bugun yashil energiya xalq farovonligi, yurt taraqqiyoti rivojining eng muhim shartiga aylanib ulgurdi.